Assalomu alaykum azizlar. Bugun 2026-yil 2-iyun Namangan viloyati Pop tumanidamiz. Aralarimizni hozir ko'zdan kechirayotgandim. Mana bu ko'p qavatli uyalarimizda. Hop, ikkinchi qavatida mana bunday diafragmada yaziklar tortib tashlabdi aralar. Ikkinchi qavatida. Endi shunga kengaytirish uchun mana ikkinchi qavati, uchinchi qavati bu. Bu ikkinchi qavat. Bunda alohida ina bor, mana bunda alohida oila. Bu ana to'rinchida mana alohida oila. Bular donor oilalar. Donor oilalardan hozir bunga yordam olib berib, bu oilani kuchaytirishimiz kerak. Mana asal sezoni ham yaqinlashib qolyapti. Mana bu oilaga endi yordam olib berib kuchaytiramiz. Holatini ko'ramiz hozir qanday holatda yurgan ekanmiz. Mashinamiz to'liq tortib urib qo'yib o'tdi. Mana birinchi etajda ochdik. Birinchi qavatida arilar zich o'tiribdi. Hozir ko'tarib ko'ramiz buni ham ramkalar. Mana birinchi qavatidagi o'sha ramkalarimiz. Urug'lar qo'yishi yaxshi. Arilar rivoji yaxshi, yomon emas. Endi bularga yana qo'shimcha yordam bersak, xudosi undan ham kuchayib ketadi. Asal sezonga kuchli bitta oila hosil qilinadi. Onarini ajratib oldik mana bu etajdan. Mana bu ramkada yuribdi onari. Hozir bundan bu oilaga yordamni olib beramiz. Azizlar, mana ikkinchi oiladan ham bunga bitta ramka yordam olib berdik. Hozir ikkita ramka yordam berildi bunga. Arisiz. Faqat nima? Rasplot. Bularda o'zida yana qo'shimcha nima beramiz? Sush yoki nima? Mashina. Bular yana bir haftadan keyin bunga yana olib beramiz. Ana shunday tarzda davom etaveradi. Mana onarimiz ikkinchi etajda yuribdi ekan. Bu eski onarimiz, birinchi qavatdagi asosiy o'sha atvodga olgan onarimiz. Mana. Kana onari. Azizlar tayyorlab yordamni olib berdim. Pastdagi oila yana kuchayadi, xudo xolisa bir haftalardan keyin. Yana bitta yordam beriladi. Shu bilan asal sezonga bular ancha kuchli oila bo'lib kiradi ikki etajda. Agar yana holat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bulardan keyingi uchinchi yordamni ham olib beraman. Agar bular yaxshi o'zgaradigan bo'lsa, bularga qo'shimcha yana olib berib turib, mana bu tepasiga yana bitta korpus qo'yiladi, magazin. Agar yaxshi rivojlanadigan bo'lsa, ganimaniskiy setga qo'yiladi, ular chiqmasligi uchun o'rtaga. Bitta magazin yaxshi beriladi. Mana bu uchinchi yashigimiz bu. Bu ham mana tepasidagi ikkinchi qavatida, ikkinchi oiladan, donor oiladan bunga hozir yordam olib beramiz. Uyimizni asalarimiz turgan joyga, yaqin joyga ekilgan semichkalarimiz gullabdi.
asalarilar yuribdi. Mana keldi asalari. İşlayapti asalarilar. Shundan ham shira oladi mana xudo xolasa. Bir 4 gektarcha bor. Odam bo'yidan baland turib ketibdi. Xudo xolasa bundan ham anchagina shira olamiz. Dehqonchiliklarga baraka bersin. Dehqonlarimizga ham rahmat. Bundan keyin bu guldan keyin o'zi paxta gullab qoladi. Yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Azizlar, ishni yakunladik. Mana bu tepadagi ikkita yosh onaridan bittadan rasplot olib, bu ikkala korpusga yordam berdik. Endi bular nimagacha asosiy zongacha yaxshi rivojlantirib kuchli oila hosil qila olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarga rivoj. Hammaga asal mavsum yaxshi kelsin. Mo'l hosil bersin hammaga. Ko'pga bersin, ko'pni qatorida bizga ham bersin. Allohdan yaxshi niyatlar bilan so'rab turibmiz. Mo'l hosillarda olish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.